Leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Endeki leksiyemiz bunda. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping'nin münasebet yönelişiyle dikkat kılış tegishlik muhim bir yüzleniş mavzulu haber 4. ayının 12. gün Cumhur'a nazar torbitide ilan kılındı. Abduri Gwanfengxiang. Bu haberge dikkat kılındı. Bu vatandaşım bir yerde bir yeni gap çıkıvatıdı. Makalada bunda görüstildi. Men tamdan atlaşını bilmeymen. Şuna söz gör uçur bilen uçuruşalmayman. Bazı dostlarım bana çüçtkidek haberlerini yetkizip berdi. Bunun anç işinip ketmegeldigim için körüplü uçurumen. Bugün başkaça bir alaydı bir iş boldu. Oxşaş bolmagan dostlarım evetken uçurlağı igi boldum. Tor sakçıları bu uçurlarını körmegendekla. Burunqadek tor betlerini kuluplu olmagan dekla bilindi. Bu alaydı haberi. Tüvendikçe. Reis Xi Jinping mındak dedi. Amerika karıştırış stratejisi tegi-tekdedin elip eytqanda bir hatalıqtır. Cungo Avrupa İttifaqının yolida meňiş gerek. Amerika bilen oxşaşlıqqa izlenişi hergiz Amerika bilen otdurdaki farklarga izlenmesligi gerek. Avrupa İttifaqı Amerika bilen qadamni moslaştırgandak biz hem Cungolukla Amerika bilen qadamni moslaştırıp zomagerlik talaşmaslığımız gerek. Reis Xi Jinping Amerika Cungo dostluk münasebetini Cungo'nun negizlik devlet siyaseti kılıp belgiledi. Dikkat vatandaşım. Reis Xi Jinping Amerika Cungo dostluk münasebetini Cungo'nun negizlik devlet siyaseti kılıp belgiledi. O tarihten tecrübe savaklarını yakınlap mındak dedi. Amerika karıştırış stratejisi bütünley bir hatalık. Partimiz içinde nurgulluğun yoldaşla Amerika bilen münasebetini yaxşılaşını, Amerika'ya tizpikkellik, fırsatperestlik, teslimçilik ve vatan satkanlık dep qaraydı. Partiya içinde. Bu tar guruhvazlık meydan turup tefekkür kılıştır. Mavzun davrda umumizlik şundaq tefekkür kılınatdı. Bunda tefekkür hal kılgıç rol oynağa. Dün Xiaoping saat etiviş devre kelgende bunda tefekkür akmay kaldı. Dün Xiaoping Amerika bilen münasebetini yaxşılaşını teşebbüs kılattı. Dün Xiaoping devirde Amerika Cumhuriyeti diplomatik münasebet ornattı. Saatning dastlabki 10 yılı Amerika bilen münasebetini yaxşılagan 10 yıl bolup kalgan idi. Bu 10 yıl içinde qo'lga keltirgan natijalarga qarasaң, qoyil bo'lishing mumkin. Nayt aniqki, Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash, amaliyotda dunyo bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashdir. Davlatimizning iqtisodiy, siyosiy, madaniyat taraqqiyotiga xalqaro muhit hozirlab, Junxo millatlari va kechiringlar, keng xalq ommasiga zo'r manfaat elib kelgan fursat yaratish deganlikdir. Qandaq vatandaşım Prezident Reis Xi Jinping'nin Amerika doğrusu köz karşı zor özgürlüş boptu mu qandaq? Abdar Gwanfengxiang bundaq davamlaştırdı. Mening gumanım şu ki bu bir abzas söz qayerda e'lon qilindi? Bu sözü Reis Xi Jinping'nin sözligini rasmı yoki boshqa gapmi? Qiziqib qoldim. Men chet eldagi do'stlarga talab qildim. Cevap şu bo'ldiki, Devlet Müdafiye Üniversitesi Shenzhen Efendi'nin bir parça makalesi. Xi Jinping Amerika bilen ittifaqlaşıp Avrupa İttifaqının yolunda meňişni teşebbüs kıldığı mavzuluk bir parça makalesi 4. ayının 1. günü Etiviş Journal'ın 4. sanida e'lon qilindi. Demek bu rast oldu. Yuqorqi gaplar rast oldu. Demek Florida ştatı Kölbuyi aramgohi söhbetinin bir hafta burun e'lon qilindi. Demek Reis Xi Jinping Amerika kelishdan burun Amerika Cumhuriyeti münasebetini yaxshilash to'g'risida jurnalda yuqoridagi maqola e'lon qildirib, andan keyin Amerikaga kelgan. Afsuski bu maqola chet elda tozadagidek tarqalmagan.
Bu maqalaning avtori Shin Efendi bilan munosabati zoti qanchalik? Maqola bilan Shin Efendining munosabati zoti qanchalik? Lekin endi oxirlashgan pilorda ko'l bo'yi oromgohi suhbatidan qaraganda nihoyat aniqki bu maqola bir parcha intayin muhim maqola. Qaraganda Reis Xi Jinpingning Amerika Qo'shma Shtatlari ya Amerika strategiyasi o'zgargandek qiladi. Masalan, Amerikaning Jungo siyosati bo'lganda, Jungoning Amerika siyosati bo'ladi. Hozir nima deydi? Qaraganda Reis Xi Jinpingning Amerika strategiyasi o'zgargandek ko'rinadi. Hergizmi birdamlik qizg'inlik emas. Hergizmi birlik sap vositasi bilan boshqalarni qo'ymoq turish emas. Kishilarning ishonchini aldab qo'lga keltirish emas. Dalakischa Amerika bilan Jungoning munosabatini yaxshilash Reis Xi Jinping va uning chunqur fikr qiladigan donishmandlarining natijasidir. O'ylanishning natijasidir. Rastlı hareket kelib, davlat boshqarish taktikasida nishonni tubdan o'zgartirish, mavzuning Amerika qarshi kayfiyati va siyosatini uzun kesil orni uch qilib juda bo'lishdi. Navbatda Amerika Jungo rahbarlarining yuqori darajaliklar uchrashishi bo'lib o'tdi. Chet elda va davlat ishida orqa-ortiqdan bu suhbat to'g'risida fikrlar, munozaralar bo'lmoqda. Bir yere kelgini yo'q. El arasında qulğulu intayin köp. Bəzilə xuşal buluvatıdı, bəzilə güman qılıvatıdı. Məsələn, abaqatım Pilordada kölbüyü aramgahida ötküzülgen Jungo Amerika yuqori darajalik rahbarlarning yuqori darajalik uchrashishidan bəzilə xoş buluvatı, bəzilə dilg'il buluvatıdı deyil. Mavzuncha solchilar va mavzuncha 5 mo'challik partiya a'zolari kunlari dakki ishida o'tkazyapti. Mavzuncha solchilar va mavzuncha 5 mo'challik partiya a'zolari kunlarini dakki ishida o'tkazyapti. Biroq tarixning tajribalari diqqat qilishga arziydi. Kompartiya hukmronligida o'ngchilar qarshi o'ng'ay edi. Solchilar qarshi qiyin. Nurg'ulg'an süt imib yaşayotgan kishilar o'ng'ayliqcha tan bermaydi. Yani hozirgacha kompartiyani imib yotgan kishilar o'ng'ayliqcha tan bermaydi va tarix sahni o'zligidan tushmaydi. Ularning harakat yuzlanishi Jungo jamiyatining o'zgarishining belgisidir. Ularning harakat yuzlanishi Jungo jamiyati o'zgarishining belgisidir. Jungo Amerika munosabati davr qilgan holda boshlangan cho'nqur o'ylanish va atrofliq tartibga selish, uningdan boshqa Chawshan yadro qurollari, Tayvan bo'g'izi, Sharqiy dengiz, Janubiy dengiz krizlari kelar qatam Jungo harbiy taraf qanday harakat qiladi? Aloqador tashviqot vositalari kompartiyaning tashviqoti yana nimaga aydakchilik qiladi? Cho'nqur kuzatishga to'g'ri keladi. İkinci mühim nokta 19. qurultayga tayyorlik qilishdir. Jungo Amerika munosabati rostli tartibga solinadigan bo'lsa, davlat mudofaasi, diplomatiya, savdo tijorat, tashviqot, madaniyat, ma'rif, ijtimoiy turmushning har qaysi sohalarigacha Amerikaga qarshi turish bo'yicha poytib oshqin millatchilikni bozorga selib kelgan millatchilar yaga qo'saq baqadigan qo'saq vaqtlar, amalga o'rlaydigan amalparastlar, boy bo'ladiganlar tamoq tayyor turadigan qapazdan ayrilib qolishlar emas. Aşı yuqori kishilar tamoq tayyor turadigan qapazdan ayrilib ketishlar emas, hatto qo'lidagi tamoq hijrinidanmi ayrilib qolish xatariga duch keladi. Bu ishning mamlakat xalqiga ko'rsatadigan ta'siri mislsiz bo'ladi. Amerika Jungo munosabatining negizlik o'zgarishi Tinch okeandan G'arbiy okeangacha shovqinliq to'lqin ko'tardi. Amerika Jungo munosabatining negizlik o'zgarishi Tinch okeandan G'arbiy okeangacha, G'arbiy Tinch okeangacha, Tinch okeandan G'arbiy Tinch okeangacha shovqinliq to'lqin ko'tardi. Bu maqol qaltis maqol ekan, hurmatli vatandoshlarım. Demak, bu paketni o'zi qo'yib berdi. Bu Echivitish jurnalining 4-sonida e'lon qilingan maqol ekan, bo'libmi Pilordaga
kelip söhbet ötküzüşten burun Reis Xi Jinping bu maqalı bilen evvel cemaat fikrini tayyorlab bolgan eken, biroq biz buni ko'rmapdik, tor beter teşvik qilmapdi. Biz onu ulanmapdik, yetişemapdik. Endi bugün kechikib bolsa-mı bu xabarni sizlarga xabar qildik. Bosh xabarlarning ro'yiga qarasanlarmi, Prezident Trump bilan Jungoning munosabatining yaxshilanayotganligi, yo'q, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo munosabatining yaxshilanayotganligi, Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning munosabatida yaxshilanish yuz berganligini, hatto nim dedi, men ishini hurmat qilaman Reis Xi Jinpingni dedi. Bu yaraydigan kishi ekan dedi. Men uzun kechalarda nima, uzun vaqt paranglashdim Floridaga dedi. Men ishini bu odam bir ulug' ish qilyapti. Chavshandagi jiddiy vaziyatni pasaytish uchun tirishchanlik ko'rsatyapti dedi. Shundaqla diqqat qildingiz, hurmatli vatandoshim, ham Turan apandi vatandoshim, ko'rdingizmi? Bu qatimki suhbat Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalikda suhbati Floridada 4-oyning 7-kuni oxirlashdi. 4-oyning 10-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Avom palatasi va Kengash palatasidan tashkillangan 6 nafar kishidan tashkillangan vakillar uyiga Jungoni ziyorat qildi va Li Hasani ziyorat qildi. Diqqat, hurmatli vatandoshlar.